Men tug'ruqdan keyin xotiramni yo'qotganman. Da, men shunaqa deb o'ylaganman. Xotiramni yo'qotib qo'ydim deb o'ylaganman. Alloh ayol zotini qanaqa mo'jiza qilib yaratgan-a? Men ko'pchilikdan bu narsani eshitdim, lekin his qilmaganman, tushunmasdim. Qanday degan savol bo'lardi doim menda. Lekin sizlarda ham bo'lganmi? To'lg'oq boshlangandan boshlab toki bolangizni bag'ringizga bosgunizcha bo'lgan og'riqni umuman eslamaysizlarmi? Bu qanaqa mo'jiza bu o'rtoqlar? Da, to'g'ri, o'sha momentda bo'lgan har bitta holatni eslaysiz. Nima bo'lgani, qanaqa bo'lgani, hammasini eslay olasiz, lekin обязательно qanaqa og'riq bo'lganini eslamaysiz. Menda ham xuddi shunaqa. Hozir misol uchun tug'ish qiyinmi, tug'ish og'riqlimi desa, prosta o'ylanamanda, yo'q deyman. Yo'q, chunki eslayolmayman u og'riqni. Alloh shunaqa mo'jiza qilib yaratib qo'ygan ekanki, keyingi farzandimizni yana dunyoga keltirishligimiz uchun, tug'ruq azobidan qo'rqmasligimiz uchun o'sha narsa sразу esimizdan chiqib qolar ekan. Bunga hozirgacha qoyil qolaman boru. Ayajonim aytganda, tuqqaningdan keyin bolangni bag'ringga bossang, esingdan chiqib qoladi bu og'riq degan. Eslayman-da, kechgacha qanaqa yurganim, yo'lda qanaqa ketganim, yig'laganimni eslayman, qanaqa holatlar, qanaqa vaziyatlar bo'lganini eslayman. Даже og'zimdan chiqqan so'zlarni ham eslayman. Bo'ldi, kuchim qolmadi, kesirva qilishsin, tug'dirib olishsin, o'lib qolaman, suyaklarim sinib ketayotgandaqa bo'lyapti. Shu daraja og'riq kuchliligidan hozir o'lib qolaman degan gaplar chiqqan. Shularni eslayman. Lekin shu gapga sababchi bo'lgan og'riqni eslolmayman. Yoki kimdir eslay oladimi? Eslashinglar mumkin, o'sha momentda da bunaqa og'riganman deysizlar, lekin o'sha og'riqni tushuntirib berolmaysiz, to'g'rimi? To'lg'oq paytidagi og'riqni umuman eslab bo'lmas ekan. Bu qanaqa mo'jiza? Даже o'sha bolani bag'rimga bosishgan momentlargacha eslayman. Issiqqina, yumshoqqina go'sht ustimga qo'yilganigacha eslay olaman, lekin og'riqni eslolmayman. Bu qanaqa mo'jiza? Kommentariyada yozib ketinglar o'rtoqlar.